Manchester City'da yangi raqobat boshlanadimi? Husanov muxlislar, bizni qo'llab videoga like bosing. Siz uchun bu arzimagan ish, biz uchun esa katta motivatsiya. Angliya grandi Manchester City yozgi transfer oynasi oldidan yana bir yosh va tezkor himoyachiga qiziqish bildirmoqda. Gap Lissabonning Sporting jamoasida porlayotgan ispaniyalik o'ng qanot himoyachisi Ivan Fresneda haqida ketmoqda. Manbalarga ko'ra, futbolchining o'yini va ayniqsa tezligi Yevropada jiddiy e'tibor qozongan. U hatto Chempionlar Ligasida eng yuqori sprint tezliklaridan birini qayd etgan himoyachilar safida tilga olinmoqda. Yosh bo'lishiga qaramay, Fresneda allaqachon asosiy tarkib futbolchisiga aylangan va barqaror o'yin namoyish qilmoqda. Qiziq tomoni, bu transfer tashabbusini City sport tizimida ishlayotgan Hugo Viana juda yaxshi biladi. Aynan u Fresnedani Portugaliyaga olib kelgan va futbolchining salohiyatini ichidan ko'rgan mutaxassislardan biri. Bu holat Husanov uchun nimani anglatadi? Agar bu transfer amalga oshsa, bu oddiy rotatsiya emas, bu to'g'ridan-to'g'ri raqobat degani. Bugungi City falsafasida Pep Guardiola har bir pozitsiyada kamida 2 xil uslubdagi futbolchini ko'rishni xohlaydi. Ya'ni, biri to'p bilan o'ynashni biladigan, kombinatsion futbolga mos himoyachi. Ikkinchisi tezlik, pressing va kenglik beradigan zamonaviy qanot himoyachisi. Fresneda aynan ikkinchi tipga juda mos keladi. Bu esa Husanov uchun, asosiy tarkib uchun kurash kuchayishini, har bir o'yinda o'zini isbotlash zarurligini, rivojlanish jarayoni tezlashishini anglatadi. Guardiola qo'l ostida raqobat, bu xavf emas, aksincha futbolchini keyingi darajaga olib chiqadigan sinov.